Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Jaler qishlog'ida Yangi Qo'rg'on Qo'qon avtomagistral yo'l bo'yida joylashgan 5 sotiklik bo'lgan joyimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, kelib realniy ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Bu joyimizni xohlang qurilish bilan birgalikda xohlasalaring quruq yer holatida ham sotiladi. Bu joyni buzib quruq yer qilib berishliklariga ham mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Sizlarga qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Qara ketdik. Mana bu katta yo'limiz, bu tarafimiz Yangi Qo'rg'on taraf va bu tarafimiz Qo'qon taraf. Mana ro'parada Jaler svetoforimiz mavjud. Mana yo'lni bo'yidagi birinchi ratdagi joyimiz sotuvda. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali bundan ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Mana bu kirganimizda mana bu tarafda hovlimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib, realniy egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. 5 sotik bo'lgan joyimiz, hali bundan da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.